Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli vatandoshlar, qadrli dindoshlar, umra ziyoratiga borishlikni niyat qilib yurgan vatandoshlarimizga inshaalloh 10-yanvar kuniga maxsus paketlarni yo'lga qo'ydik. Maxsus paketda nimalar bo'ladi, nima afzalligi bor standartdan degan vatandoshlarimizga videoda oxirigacha ko'rsanglar, xudo xolasa standart bilan maxsus farqini albatta tushuntirib beraman. Standart paketda shunaqa Qizil dengizga olib kelamiz, yaxtalarga chiqadi ziyoratchilar, lekin yo'l kirasi bizdan olib kelish, yaxtalarga chiqish ziyoratchilarda o'zlaridan bo'ladi. Maxsus paketda buni yo'l kirasini ham to'lab beramiz. Tuya ustiga olib borib, bitadan tuya ustini ham olib beramiz, tuyalarni mindiramiz va undan tashqari Saxot binosida Makka mukarramani yaralish tarixi haqida 3D bor. Unga ham olib chiqamiz albatta. Xafa va tashkilotida Haj va Umra vazirligi tomonidan Xafa va tashkiloti xayriya ehsonlarni o'tkazadi. Albatta, u joylarga olib borib, chiroyli shu qo'y go'shti, tuya go'shtlariga oshlar qilib berishadi. Ba'zi vaqtlar almashib albatta u joylarga olib boramiz. Undan tashqari Nur tog'i, Hiro g'ori, Madinada As-Safiya muzeyi, Makka mukarramada aytib o'tganimdek Tuya usti, Qizil dengiz. Shu standartda 10 tacha ziyoratga boriladi. Maxsusimizda primerna 20 ta atrofi ziyoratga olib boriladi. Malakali 50 boshi va 1000 boshlar xizmatlarda bo'ladi. Eng asosiysi shu aeroportga tushgan vaqtlardan boshlab qaytib ketguninglarcha hamma qilgan ishinglar, borgan joylar video qilinadi va YouTube platformasiga joylanadi. Sizlar qachonki sog'inib qolib, biz borgan joylar, mana joyga bordik, ana joyga bordik, o'sha joylarni yana ko'rgim keldi deydigan bo'lsalar, YouTube'ga shunday yozasizlar, maxsus paketimizning nomini, bizning kanalimiz nomini yozsanglar, maxsus paketlarimiz kelib chiqadi. O'sha maxsus paketlarimizda qayerga bordinglar, nima qildinglar, har bitta odamdan intervyu olinadi. Rozimisiz, norozimisiz? Masalan, ota-onalarni jo'natadigan bo'lsalar, bizning firmadan umra ziyoratiga yoki qariyalar kelsa, ota-onalarni uydan turib, qayerga borib, nima qilayotganini ko'rib turishlik imkoniyatlari bo'ladi. Albatta, firma hisobidan bonus qilib Hanafa tog'ini ham qo'shib beramiz albatta. Hanafa tog'ida shu Saxot va Haram hududlari chiroyli ko'rinib turadi. Undan tashqari Sulaymon Rojihiy masjidi, umra badallari ham shuni ichiga kirib ketadi. Kakiya bozorlari ham kirib ketadi. 20 taga yaqin ziyorat bo'ladi. Faqat Toyif shahrining yo'l kirasini o'zingizlar to'laysizlar. Ziyoratlari bizdan bo'ladi. Toyif shahrining yo'l kirasi qancha deydigan bo'lsanglar, hurmatli vatandoshlar, primerna bitta odamga 150 ming so'm tushadi. Shu maxsus paketimizning ichida hamma ziyorat bo'ladi, faqat shu 150 ming so'm Toyif shahrining yo'l kirasini to'lasanglar bo'ldi. 14 kunlik ziyorat Toshkent Jidda yo'nalishida bo'ladi. 14 kun davomida ziyoratchilarimiz 2 kecha davomida Madina Munavvarada, 2 kecha 3 kun. 3 kun davomida 11 kun 12 kun primerna Makka mukarramada bo'ladi ziyoratchilar. Eng asosiysi standart paketimizda 1 kilometr bilan 2 kilometrda oralig'ida gostinitsalarimiz bor, 5-6 ta gostinitsa bor. Endi biz konkret kafolatlaymiz Al-Fajral Badi 6 yoki Samal Mis gostinitsasiga tushishini. Maxsus paketdagi ziyoratchilarimiz Fajral Badi 6 1 kilometr bo'ladi. 1 kilometr atrofi vallohu alam. Samal Mis gostinitsamiz bor. Ular primerna 700-800 metr atrofi bo'ladi. Yo 700-800 metrga yoki 1 kilometrga albatta piyoda borib kelishlik imkoniyatlari bo'ladi. Eng asosiysi o'zim ustozim Umarxon qora akamiz o'zi Toshkent Jidda yo'nalishida maxsus paketimizni o'zi olib keladi, birinchisini o'zi olib kelib ziyoratchilarning xizmatida bo'ladi. Men ustozim, undan tashqari ishchi guruhimiz juda ko'p odam xizmatinglarda bo'ladi. Inshaalloh kelsanglar 150% norozi bo'lmaysizlar inshaalloh. Hurmatli vatandoshlar, sizlar Rossiyadan kuzatayotganlar ko'p, kanalimiz obunachilari Rossiyadan ko'radi, o'zi analitikasida chiqib turadi. Agar Rossiyadan turib musofirda ishlab, ota-onalarni ishonchli litsenziyalangan firmadan jo'natmoqchi bo'lsanglar, hurmatli vatandoshlar, past raqamlarda yozib qo'yamiz, aloqaga chiqib batafsil ma'lumotlarni operatorlarimizdan olsanglar bo'ladi. Inshaalloh keladigan bo'lsanglar, shu billa shu joylarda umra qilishlik, sayohat qilishlik, Qizil dengizni ko'rishlik, manzara bizdan albatta ko'rishlik, sayohat qilishlik albatta sizlardan bo'ladi. Keladigan bo'lsanglar albatta o'zingizlar xohlagan sharoitlarda qilib berishlik imkoniyatimiz bo'ladi. Bir marta kelasizlar, 2 marta umra qilasizlar. Albatta Toyif shahriga olib chiqamiz ziyoratchilarimizni. Imkoniyati yo'qlari bo'lsa, agar 150 mingdan ham to'la olmayman, qudratullo deydigan vatandoshlarimiz bo'lsa, uni ham firma hisobidan to'lab beramiz, hurmatli vatandoshlar. 1200 dollardan bo'ladi inshaalloh 10 va 20 yanvar kuniga maxsus paketimiz. Keladigan bo'lsanglar albatta afsuslanmaysizlar. Aytganimdek 150% garantiya beramiz bunga. Hurmatli vatandoshlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha hozir biz Jidda muborakda, ya'ni Saudiyaning Jidda shahrini Qizil dengizidamiz. O'zingizlar xabaringlar bor, agar ko'pchilik tarixda o'qigan bo'lsa biladi. O'sha Muso alayhissalom dengizni ikkiga bo'lgan, o'sha bo'lingan dengizni biz Saudiya qirg'og'idamiz. Boshqa qirg'og'ida Misr bo'ladi. Hozir biz shu joydamiz, hurmatli vatandoshlar, va bu joy tarixini ham aytib o'tadigan bo'lsam, bu joyda Momo Havo onamiz yashab o'tgan. Hurmatli vatandoshlar, keyingi videolarda ko'rishamiz. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.